Salom do'stlar, siz Habib Vlog o'z kanalidasiz. Kanalimga xush kelibsiz. Mening ismim Habib Xo'jaqulov. Bugungi videorolikda kompyuter ekranini to'g'ri va sifatli zapis qilishni ko'rsatib bermoqchiman. Mashhur programmalardan biri bu OBS Studio bo'lib, afzallik taraflaridan mutlaqo tekin va sifatli yoza olasiz. Xohlasangiz Full HD 2K yoki bo'lmasa 4K da yozishingiz mumkin. Boshqa programmalarda yozsangiz bo'ladi, lekin ular pullik. Bepulni ishlatmoqchi bo'lsangiz, minus taraflaridan burchaklarda o'zining logotipi chiqib qoladi yoki bo'lmasa 10 daqiqadan ortiq zapis qilib bo'lmaydi yoki videolaringizni sifatli zapis qila olmaysiz. Do'stlar, endi kompyuterimizga OBS Studio'ni o'rnatib olishimiz kerak. Birinchi navbatda brauzerimizga kiramiz. O'zingizni brauzeringizga kirib OBS Studio skachat deb yozasiz. Birinchi chiqqan saytga kirasiz. Mana shu skachat OBS Studio'ni bosamiz. Keyin esa bu yerdan o'zingizni operatsion sistemangizni tanlaysiz. Sizda Windows bo'lsa Windows, macOS yoki Linux bo'ladi. Bizda asosan Windows tanlaymiz va bu yerdan skachat ustanovщикni bosamiz. O'z kompyuterimizga skachat qilib olyapti, yuklab bo'lganimizdan keyin ustanovka qilishimiz kerak bo'ladi. Ustiga bosib ustanovka qilib olamiz. Ustanovka qilishimiz uchun Dali tugmasini bosamiz. Hozirda menda ошибка chiqdi. Negaki men OBS Studio'ni o'rnatib bo'lganman va bu yerdan ekranni zapis qilyapman. Sizda bunaqa ошибка chiqmaydi. Dali tugmasini bosib, gotovani bosasiz, ustanovka qilib olasiz. Hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. OBS Studio'ga kirib olganimizdan keyin mana shunday ko'rinish paydo bo'ladi. Lekin sizda ekran qop-qora bo'lib turadi. Bu ekranni qo'shishimiz uchun plus tugmasini bosamizda, bu yerdan захват ekranini bosamiz, OK tugmasini bosamizda, ekran degan joyga o'zimizni ekranimizni tanlab OK tugmasini bosamiz. Web kamerangiz bo'lsa, web kamerangizni ham qo'shib qo'yishingiz mumkin. Plus tugmasini bosamiz. Устройство захват video tugmasini bosamizda, OK tugmasini bosamiz. Устройство degan joydan o'zimizni web kameramizni tanlaymiz. Menda web kamera bo'lmagani uchun tanlay olmayman. Siz web kamerangizni tanlaysiz va OK tugmasini bosib web kamerangizni chiqarasiz. Undan keyin esa mikrofonimizni ham qo'shib qo'yishimiz kerak. 3 ta nuqtani bosamiz, mikrofon degan joyga устройствоni bosamiz. Bu yerdan o'zingizni mikrofoningizni tanlaysizda OK tugmasini bosasiz. Endi esa eng muhim kerakli nastroykalarni qilamiz. Nastroyka tugmasini bosamiz. Asosiy nastroykalarimizdan biri esa Vividga bosamiz. Rejim Vividda esa sizda prostoyda turgan bo'ladi. Shuni расширенияga o'zgartirib qo'yasiz. Расширенияdan translyatsiyaga bosamiz. Birinchi yo'lakda esa 1 da turadi. Kodirovщик звукda esa AAS da turadi. Bunga teginmaysiz. Kodirovщик videoga esa NVMe H266 orqali stream qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa X266. Bu NVMe video kartangizni kuchi orqali stream qilasiz yoki bo'lmasa o'z protsessoringiz orqali, mana shu X266 ga qo'ysangiz o'z protsessoringiz orqali stream qiladi. Video karta orqali stream qilganingiz ma'qulroq. Масштабирование на вывод. Четкий масштабирование qo'yasiz. Bu yerdan esa o'zingizni xohlagan format tanlashingiz mumkin. Full HD yoki 2K yoki 4K ni tanlaysiz. Sizda bu yerda qaysi bo'lsa o'shani tanlaysiz. Hozir menda Full HD bor. Full HD ni tanlab qo'ydim. Управление bitrate CBR ga qo'yasiz. Bitrate ni 10.000 ga qilib qo'yganman, chunki menda 300 megabit sekund bo'lgani uchun 10.000 bitrate qo'yib qo'yganman. Sizda agar undan ko'proq bo'lsa, undan ko'proq qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasa 8000, 6000 ga qo'yishingiz mumkin. Internetingiz tezligi past bo'lsa. Предустановкаga esa самый медленный, лучший качествоga qo'yib qo'yasiz. Регулировкаga esa высокий качество qo'yasiz. Многопроходныйga esa двойной проход qo'yasiz. Profilga esa haykat. Bunga teginmaysiz. Xuddi shunday men qanday qilgan bo'lsam, xuddi shunday qilib qo'yasiz. Bu kadriga esa 2 qo'yasiz. Endi esa zapisga o'tamiz.
tipda обычный turadi. Put zapis. Bu yerdan o'zingiz xohlagan joyga zapis qilgan videolaringizni joyini tanlashingiz mumkin. Xohlagan papkaga saqlanib qilishingiz mumkin bo'ladi. Format zapisga MP4 da turgan ma'qulroq. Men MP4 ni maslahat beraman. Chunki Adobe Premiere Pro orqali montaj qilishingiz osonroq bo'ladi. O'sha MP4 ni qo'llab-quvvatlaydi. Kadrovshik video bu yerdan o'zingizni video kartangizni qo'yib qo'yasiz. Kadrovshik звук esa звуковой дорожкада esa 1 da turadi. Масштабирование на выводda esa четкий масштабирование 36 ga qo'yib qo'yasiz. Bu yerdan esa Full HD ga qo'yasiz. Keyingisiga teginmaysiz. Управление bitrate ga esa CBR ga qo'yib qo'yasiz. Bitrate ni men 4000 ga qo'yib qo'yganman. Menga mana shu bitrate ma'qulroq, chunki yaxshi zapis qilyapti, tiniqroq. Siz undan ko'proq 10000, 12000 undan yuqoriga qo'yishingiz mumkin. Interval ключевой kadrovka esa 0 qo'yasiz. Медленный хороший качествоga bu yerdan высокий качествоga qo'yib qo'yasiz. Двойной проход. Многопроходный esa двойный проходga, profilga esa hayket. Bu yoqqa teginmaysiz, xuddi shunday turadi. Audioga teginmaganman. Videoga birinchi yo'lakka o'zingizni monitoringizni расширениясini qo'yasiz. 1920 ga 1080 meni monitorim Full HD formatda o'qiydi. Ikkinchisiga esa bu yerda sizda qaysi chiqsa, Full HD 2 ga yoki 4 ga bo'lsa o'shani qo'yasiz. Menda Full HD chiqqani uchun Full HD ni qo'yaman. Общее значение частоты кадров qo'yasiz va bu yerdan 60 FPS da yozamiz. Meni настройкаlarni ko'chirib olishingiz mumkin. Video roligimiz mana shundan iborat edi. Videom sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Like bosishni ham unutmang. Faqat dislike bilan almashtirmagan holda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.